3, 2, 1. Поехали! Zamancha maktabning eshiklari ochildi. Hozir birida 18 yoshi to'lgan 1500 abituriyent bilimlarini orttiracak. Arada chet tubaklardan keluvchilar da bor. Rustam Haybullin Orenburgdan. Kun sayin berilgan задача, biz shu zadachani ishlarga tiyish. Sanandan kunning ozag'ida bu zadachani tekshirishga berga tiyish. Necha kunlar bizning bo'ldi programma kesaklarini tizirga, hozir endi o'z programmani tizirga. O'quv bek kishi, bek ko'p yangi do'stlar, butun kishi bir-birimizga buluşa. Kodlar tizibbiz, yazık programmирование öğrenemiz. Saylabalı turları tamamlangandan so'ng endi birida may oyida ship-shin o'quv prosesi boshlanib ketacak. Bardag'i 500 kishiga bushlay bilim olib qaralgan. IT o'quvlar bir yo'la 2 yil ko'lam proyektni ma'arif ham sifrli iqtisodni turmushga oshirishga yordam etacak. Maktabda o'qib chiqqan yigit ham qizlar darajali ishlarda ishlay oladi. Программист, робототехник, компьютер-уен дизайнер, искусственный интеллект разработчик bo'lurga mumkin. Bunday maktab haliga Moskvada gina bor, Tataristondan zo'r umidlar bog'lab ochdilar. Когда мы говорим о цифровизации, мы столкнулись, вот, пожалуйста, Иннополис. Можем построить здание, можем сделать все условия, но если нет людей, значит, вся наша работа на смарку. Я думаю, что через пару-тройку лет вы почувствуете отдачу от школы, потому что здесь будут... Город очень хороший, вы создали прекрасные условия для жизни в этом городе. Один из лучших городов в стране. Я думаю, что очень многие выпускники будут оставаться здесь. Ну, соответственно, а за ними пойдут и компании. Bugun Tatariston bilan Sberbank orasida 2 kelishuv tuzildi. Demak, xizmatdoshlik davom etacak. Ruslan Xundinov, Vadim Ilarionov, Yangi asr kanali. Respublikaning barliq tub xabarlarini, topshiriqlarini ham filmlarni eng yaxshi sifatda TNV YouTube kanalida qarangыз.